Yo, WhatsApp. Hammaga salom do'stlar. Bugun biz top 3 ta Minecraftlar bilan tanishib chiqamiz. Xo'sh, bu birinchi Minecraftimiz. Bu Minecraft oddiy Minecraft. Oddiy xotirasi 27 megabaytgina. Lekin bu Minecraft g'orlarni qaranglar, teksturalarni bu Minecraftda lekin uncha menga yoqmadi. Negaki, sababi eski versiya. Xo'sh, men bunga 10 dan 5 qo'yaman. Sababi uncha zerikarli, lekin bu Minecraftda yoqqan tarafi do'stlaringiz bilan oson, qulay qo'shilib o'ynasangiz bo'ladi. Bunda ulanish juda ham oson. Xo'sh, keyingi Minecraftimizga o'tamiz. Birinchi Minecraftimiz esa mana bunday. Bu Minecraftda biz xohlagan narsangizni qursangiz bo'ladi. Mana bunday shamlar ham qo'ysangiz bo'ladi. Lekin bularga uruven yig'ish kerak ekan. Xo'sh, mana bunday narsalar qursangiz bo'ladi. Bunda uchib bo'lmaydimi? Lekin bu Minecraftga ham qoyil qoladigan taraflari bor. Bunday sakrab chiqib va ana qanday qilib uchdim bilmadim. Qandaydir teksturalar bor ekan bunda. Va ana qayerga qurasan deyapti uyingni. Mana bu yerga bunaqa bloklar qo'y. Bos tashinglar. O'zi bloklarni topib, xo'sh, quraverar ekan. Lekin bu Minecraft menga yoqdi, lekin kichkinalar uchun ekanda. Xo'sh, mana bunday qurib tashlaymiz. Bloklar orasidan qursanglar bo'laydi. Yurishda 2 marta bosinglar sakraydi. Mana uyni qurib oldim. Qani buni bir ichini ko'raylikchi. Normalniy. Bu yerga faktor qo'ysak bo'ladi. Bu Minecraftlar lekin normalniy. Lekin menga uncha yoqdi deya olmayman. Xo'sh, ikkinchi Minecraftga o'tishga keldi. Bu bizning 3-chi va oxirgi Minecraftimiz. Bu Minecraft original versiya. Kim original versiyani qidirgan bo'lsa, shu Minecraftni tavsiya beraman. Bu Minecraftning nomi Craftsman One Block. Xo'sh, biz создать новый мир qilamiz. Vizioniya создать. Mayli, vizioniya bo'laversin. To'xtanglar hozir. Bu Minecraft lekin original versiyalar qidirayotganlar uchun eng qulay Minecraft. Xo'sh, buni hozir ichini ko'rib chiqamiz. Xo'sh. Bu Minecraftda men ko'p o'ynaganman va original versiyaligi uchun o'zimga skin ham yasattirganman. Bu yerda skinlar yasash bepul. Xo'sh, настройки творческий продолжить. Xo'sh. Mana buni ichidagi narsalari, bular original versiyani buyumlari va bunday qilsangiz ham bo'ladi. Neziritni barani. Xo'sh, mana bunday va mana bunday. Bu Minecraft menga eng ko'p yoqqan Minecraftlardan bittasi. Xo'sh, mana bunday qilsangiz ham bo'ladi. Keyin salyut olib esa mana salyut olib esa
bunday qilib salikka bunday qilsangiz ham bo'ladi. Bu Minecraftga men 10 dan 10 ball qo'yaman, chunki bu original versiya, yangicha narsalar, yangi qurilmalar, porshinlar qo'yilgan. Bu Minecraftga men 10 dan 10 qo'yaman. Hammaga xayr do'stlar, bugungi video tugadi. Video yoqqan bo'lsa like bilan obunani bosishni unutmang. Hammaga xayr.